Hay. Taomni avval kattalar boshlaydilar. Qani olinglar. Bismillah. Hay. Taomni o'ng qo'lda yedilar. Taomni chapillatmasdan yedilar. Shu gap qo'yasiz aka. Qanday bo'ladi? Og'zida ovqat bor holda gapirmaydilar. Taomni tiklamasdan hamma o'z oldidan yeydilar. Voy. Shoshma. Hamma ovqatlanib bo'lgandan keyin rizq bergan Allohga shukr aytib, keyin turadilar. Bularning hammasi oddiy farosat